Bugungi videoda siz uchun yana bitta foydali kontent oldik. Ya'ni og'riqlarni qaysi vaqt, ya'ni ovqatdan oldin yoki keyin bo'lishiga qarab, sizda qaysi kasallik bor yoki yo'qligiga bir taxmin qilib ko'ramiz. Ovqatdan oldingi, ya'ni och qoringa bo'lgan og'riqlar asosan oshqozonni yallig'lanish, ya'ni gastrit, erozil gastrit, ya'ni yara oldi holati deyiladi bu, hamda yarali kasalliklarida kuzatiladigan belgi hisoblanadi. Ovqatdan keyingi og'riqlar bo'lsa 12 barmoqli ichakdagi yallig'lanish, erozив, yaradan keyingi chandiqlanish hamda yaraning xuruj davrida kuzatiladigan belgi hisoblanadi. Endi bundan keyingi yana bir og'riq xarakterimiz o'ng qo'rg'on ostidagi og'riqlar, aynan ovqatdan keyingi yoki ovqat bilan bog'liq bo'lmagan, ya'ni siz yeysizmi, yemaysizmi, doimiy simirlovchi og'riqlar o'ng qo'rg'on ostidagi. Bu o't yo'llarini yaxshi qisqarmasligi, o't qopidagi dimlanishlar, jigar ichi o't dimlanishlari hamda surunkali gepatitlarning bir belgisi hisoblanadi. Agarda sizda shu kabi og'riqlar kuzatilayotgan bo'lsa, siz endilikda gastroenterolog vrachiga qabuliga borgan holatda undan endoskopiya tekshiruvdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Endoskopiya bu zond,